Hozir men eng omadli insonlardan birini uchratib qoldim. Bu u natijaga qanday erishdi va buning uchun nimalar qilish kerak? Albatta siz uchun ham, men uchun ham manfaatli bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rib turing. Siz ham o'zingiz uchun Amerikani kashf etishingiz mumkin. Akani o'zlari o'tiribdi hozir. Suhbatga tortamiz va batafsil bilib olamiz uning uchun nimalar qilish kerak. Assalomu alaykum aka. Noto'g'ri tushmaysizlar aka. Assalomu alaykum. Biz daqiqa sizlarni. 1 daqiqa vaqt olaman. Suhrob aka, bilaman siz Quvasoyda green card yutgan yagona odam o'tgan edi menimcha. Bu yil. Ha, o'tgan yil bu yil yutdingiz, bittasiz siz. Bu natijaga erishish uchun nima qilish kerak? Bu siri nimada o'zi? Ko'pchilik hamma o'ynaydi, lekin ancha-muncha odamga chiqmaydi. O'ynamagan bittasi qoladi. Batafsil aytib bering, men Quvasoylarga qiziqda. Xullas, siri yo'q. Avvalambor siri Xudodan, omad. O'shanizga yozilgan bo'lsa, havas qilish kerak yutgan odamlarga. Keyingi siri kiyimda. Kiyimda ham siri bormi? To'mni kiyim bo'lishi kerak. Yaltir bo'lmasligi imkon qadar. Qora yoki to'mni sini kiyim bo'lishi kerak. 1-2 kunlik soqol bilan. 2 kunlik soqol bilan. Ayollarga ro'mol bilan tushaveradi, faqat bez makiyaj, bez pardoz bo'lishi kerak. Ya, siz buni qaysi nimada o'ynagan? O'zingiz internetda o'ynaganmisiz? Yo'q, menga sababchi bo'lgan odam Farg'onada Leonid, hozir oldin Leonid bo'lgan, hozir kuni Green Card. Farhod aka degan ismli aka yordam bergan, to'ldirib dokumentlarni to'ldirib. Rasmlarga o'sha aka o'zi olgan. Rasmlarga ham o'sha aka o'zi aytib, nimalarni tushuntirib, yo'l-yo'lini tushuntirib o'sha aka qilgan. Va bormoqchi bo'lganlarga nima tavsiya berasiz aka? Siz o'zingiz qachon ketasiz endi mana? Biz dokumentlarni topshirganmiz, dekabr oyida viza chiqish kerak, o'shani kutib turibmiz hozir suhbatdan. Hamma o'ynasi kerak. Bormoqchi bo'lganlar tavsiya shu harakat qilish kerak. Niyat yaxshi bo'lishi kerak. Siz qachon o'ynaysiz aka? Chatda ham sizni ko'ryapman. Qisqasi, hamma o'ynasa chiqaveradi. To'mniroq aka o'tgandan to'mniroq usti boshda va shu siri endi Farhod aka o'ynash kerak ekanda. Ixlos qilib yaxshi niyat bilan o'ynasa. Akamiz o'zi Quvasoydan. Ko'pchilik taniydi, Suhrob aka. Taniganlar bo'lsa kommentariy yozib ketaverasizlar. Hozirgi kunda keyin Farhod akada shunaqa aksiya ketyaptiki, Farhod akadan o'ynaganlarga yutsa, chiqib qolsa, green cardda hosil bo'lsa, $450 bo'ydoqlarga qilinadigan dokument $600 nimalarga qilinadi? DS206 formani bepulga to'ldirib beradi. Bepulga shu ham ekonom bo'ladi, ancha. Siz $500-600 yoniga qolar ekan. Boshqa joyda yutib turib ketaman, siz $600 dokument qilishingiz kerak alohida uni, oilaviy bo'lsangiz. Bo'ydoqlargami? Bo'ydoqlarga $450 to'ldiriladi, oilalarga $600 to'ldiriladi. Ya, eng qiziq savol aka, siz necha yuz mingga ketyapsiz Amerikaga? Necha yuz mingga green card o'ynagansiz? Qanchaga qisqa green card o'ynagansiz chiqqan? Hozirgi kungacha menga bo'lgan narsa 100 ming so'mga o'ynaganman. 100 ming so'mga Amerika orzusida va Amerika o'zingiz uchun kashf qilibsiz-da, bo'lmasa? 300 ming so'mga pasportimni nima yangilarni oldim. Zagram pasportim yo'q edi shu kungacha. Yo'q. Shunga qarab olib, Zagram pasporti yo'q qoldi. Qisqasi bu Zagram pasporti yo'qlar uchun ham normalniy foydali video bo'lar ekan-da aka. Qisqasi 100 ming so'm yutgansiz, hozirda qanchalik bilmaysizmi? Hozir 125 ming so'm adashmasam. 125 ming so'm. 125 ming so'm. Oilalarga 250 ming so'm. Oilalar 250. Keyin yana bitta gap aytishadi, ko'pchilikda eshitaman. Oilalarga tegishli. Boshqa 10 kunda eri, oxirgi 10 kunlikda ayol o'ynasa chiqadi. Farqi yo'q. Ikkalasida ham bir xil chiqadi. Agar imkoniyat bo'lsa, yozilgan bo'lsa, boshida o'ynasa ham, oxirida o'ynasa ham, o'rtasida o'ynasa ham chiqadi. Chiqadi. Mana siz tirik misolman, ha. Men bir marta o'ynaganimda chiqqan. Boshqa umuman o'ynamagan shu paytgacha. Odamlarga o'xshab 10 yil 15 yil harakat qilmaganman. Bir marta oldin eshitardim. O'ynash kerak derdim. Har yili niyat qilardim, o'ynayman, bu yer o'ynayman derdim. Vaqtim bo'lmagan yoki nimada sababli bo'lgan. Mana bir shu bitta borib, bitta odam sababchi bo'lib qolib, birga borganmiz, o'ynab chiqib qolgan. Xudo xolasa aka, siz bilan Nyu-Yorkda ko'rishganmizda aka. Hozir jahon chempionatini Nyu-Yorkda ko'rdik. Billa, xudo xolasa. Sabar aka, bizdan topshiramizmi? Albatta. O'zbekistonga dalet qilamiz. Siz hozir 3-noyabrdan ochiladi deyapti. Shunaqami? Shunaqa deyapti hozir 3-noyabr. Lekin ungacha borib to'ldirsa bo'laveradi. To'ldirib qo'ysa, bo'laveradi, bezovcha. U joyda aniq manzili qayerda hozir? Aniq manzili Farg'onada, Teremozorda, eski donorda, ikkinchi etajda. Ikkinchi etajda. Qisqasi hamma uchun albatta foydali bu videoni hamma Amerika orzusidagi yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Siz ham, biz ham Amerikaga boramiz, xudo xolasa. Jahon chempionatida O'zbekistonni endi qo'llab-quvvatlab turamiz aka. Mabodo bora olmay qolsak aka, o'sha yerdan videolar tashlab turamiz bizga.